Doyamadı. İyi. Hovunacıya gittik. Yuh paçaka salam olasılık bilen birlikte men Mustafa MC kanalı. Menimce bir şeyde kere man kambag'al bo'lib qoldim bo'ldi. Nega kambag'al bo'lib qolding deydiganlar uchun to'g'ri sen endi ana to'psoqlardan o'tib yutuvding-ku. Lekin mumkin men boyliklarni o'yladim. Hamma jitalar menga bo'ysunadi deb o'yladim. Bitta Yovuz manyak jitil keldi-da, menga nima qildi? Menga tahdid qildi u. Tezroq hamma oltinlaringni menga, hamma pullaringni ber dedi. Men esa yo'q deb Korotchi bo'ldi. Hozir sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Nima bo'lgandi? Korotchi men videoni o'chirgandan keyin bitta manyak jitil keldi. Keyin menga hamma pullaringni ber deb menga aytvordi. Keyin yo'q, men seni o'ldiraman uni o'rniga degandim. Keyin biz ikkalamiz PvP qildik. Unda hamma killarim sindi, hamma qurollarim sindi. Oltin olmalarim tugadi. Unda juda ham cheksiz ekan hamma narsa. Deyarli hamma narsa ham cheksiz emas. Chunki men taslim bo'ldim va hamma narsalarni berishga majbur bo'ldim va men kambag'al bo'lib qoldim. Mana qanday qilib kambag'al bo'lib qoldim akalar. Endi qanday qilib qishloqqa ko'chib borib, qanday qilib jitillarga buyruq, ya'ni maqtanishimni bilmayapman akalar. Ha akalar. Endi nima qilishimni bilmayapman. Mana nimalar bor, faqat lava, o'rgimchak turlari. Bular chepuxaga ham yaramaydi. Qanday kun bo'ldi bugun ha? Akalar. O'ynadimi? Akalar. Akalar bu yana nima? Bu nima bo'ldi? Bu nima akalar? Mana bu nima? Bu nima bu akalar? Tezda borib yugurib ko'raylikchi. Hozir akalar. Bo'la karotchi botda hamma narsa bor shekilli. Voy log'lan o'qib ketgan qaraydi. Xo'sh. Voy. Bu piramida ekan akalar. What the fuck? Bu piramida ekan. What the fuck? Bu piramida ichida nima bor ekan? Hozir ko'ramiz. What the fuck? What? Bitta shuncha oltinlar bor ekan-ku. Akalar, bitta shuncha oltinlar bor ekan. Akalar, menimcha yana men bu Minecraftda boy bo'ldim. Endi bu yerda taqdan bor piramida, hamma narsa, hamma boyliklar bor ekan akalar. Endi men darhol taksiga pul berib qishloqqa ko'chib boraman, o'zimga zo'r uy olaman. Bu piramidani buzib tashlayman, ichidagi bir ikkita olmos, izumrud, oltinlarni olib ketaman. Galiminalar yasash uchun ham biror nima olaman. Bu videoning keng davomini esa qishloqda chiqaraman akalar. U yerda taqib quldiraman va 2 etajli o'zimga chiroylikgina uy qurdiraman akalar. Ya'ni qurdiraman. Bu piramida esa bu yerda qoladi. Shaxsan mening nomimda. Ko'rdinglarmi? Endi bu piramida meniki akalar. Shu videoga like bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Biz yangi yilgacha 100 obunachi yig'ishimiz kerak. Agar 100 obunachi yig'ib bersanglar, men jahondagi birinchi streamim emas, yuzimni ko'rsatib 15-20 minutlik video olaman, yuzimni ko'rsatib akalar. Mayli, hammaga xayr. Bo'lmasa videomiz tugadi. Ya'ni tugamadi, sizlarga bitta narsa qolib ketdi, sizlarga ko'rsatish uchun. Ya'ni nima qolib ketdi? What the fuck bro? Hozir men bittan water drop qilaman akalar, water drop o'tkazib qilaman. Pum akalar.